Assalamu алейкум, урматтуу менин мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Бүгүн дагы бир мекендешибиз үйлүү болуп турган учуру мен жанымда болгондо дагы районный центрден туугандар, Бежецкийден. Адрес боюнча адрес Тверская область, город Бежецкийден мына ушундай болгон үйдү алып отурган учуру. Оштук акебиз. Кээде туугандар биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга үйлөр сатылат деп чыкпастан деле сатылып кетет да. Кээде кардарларыбыз келет дагы Нур Султан сатыла турган үйлөрдү көрсөтчүкам дегенде биз жанагындай четтен алып барып көргөзөбүз. 3-4 вариантты көрүп, ошол жактан жактырып калса, сразу алып калган учурлар деле кездешет да. Мисалга мына үйдө болсо биз YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга деле чыгарышка успет этпедик. Эми эле жанагындай документтерин тактап аткан учурда эле биздин кардар оштон мына акебиз келип, Толкун акебиз келип, көрүп, буга чейин 3-4 вариантты көрүп, ошо үйдү жактырып алып отурган учуру. Жүрүңүздөр анда эмесе барып чогуу таанышалы. Видеого бирден класс басышты унутпайбыз. Бул четтип класстарды басабыз. Ассаламу алейкум. Акам, жакшысызбы? Тынчамаңызбы? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nursulton. Жакшысызбы акам? Sog'lar, yaxshi. Алган үйүңүз биринчиден кут болгон болсун, Алла Таала насип кылган болсун, акам, а? Kelgansiz kelgan bo'lsin. Өзүңүздү биздин көрүүчүлөр менен бир сыра тааныштырып өтөсүзбү? Assalomu alaykum. Nursultonda подписчиклari, ko'ruvchilari. Shu YouTube'dan ko'rib, biz ham havas qilib, shu turardik. Nursulton bilan aloqa qilib turardik. Nursulton shu uylardan bormi desak, aka kelavering. 3-4 xil variantlari bor. Sizga topib beramiz dedi. 2 oy burun kelganimizda shu uylarni ko'rsatgan edi. Shu o'zini mahallasidan, bunday aytganda, o'zini rayonidan bizga uyni ko'rsatdi. Shu uyni yoqtirib biz oldim. Aha. Nasip kılgan bolsun. Үйүңүз болсо канча квадратный метр эле? 68 kvadratный metr. Мына үйдүн документтери, документтерине уруксат берсеңиз көргөзүп коелу акам биздин көрүүчүлөргө. Бул жакта мына үйдүн документ экен, мына здание, кадастровый номер, площадь 68 квадратный метр экен, а? Жери болсо, жери мына 12 сотук. 12 сотук жери менен экен, акам. Мына документтер бүт бардыгын бүтүрүп бердик акам. Dokumentlarda Xudo xolasa Nursulton o'zi yugurib, hamma yoqdan bitkizib berdi. Hech problemasi yo'q ekan. O'zi hamma yoqni to'g'rilab, dokumentlarda shu Qirg'iziston fuqarosi bo'ladimi, O'zbekiston fuqarosi bo'ladimi, Tojikiston fuqarosi bo'ladimi, o'zi nomiga оформление qilib chiqarib berar ekan. Mana Xudo xolasa keldim, meni nomimga qilib hamma dokumentlarni chiqarib berdi. Бүт бардыгын, Бүт бардыгын. Mana өзүңүз Кыргызстан жарандысыз. o'zim Qirg'izistonda jarandiman. Hamma fuqarosiman. Shu hamma dokumentlarni to'g'rilab, mana qo'limga ushatib, Xudo xolasa shu Nursultonning nimasida biz ham uyli bo'lib qoldik, inshaalloh. Насип кылган болсун дагы бир жолу акам. Мына оператор акам үйдүн сыртынан бир сыра көргөзүп коюңуз. Үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш экен. Буйрса, план, максаттар кандай эми Толкун ака? Качан көчүп келесиз эми буйрса? Maqsadlar endi Xudo buyursa bir Allohning bergan kundan ko'chib kelamiz. Endi bir yaxshi niyatlarga olib qo'ydik. Endi inshaalloh bir remont qilib inshaalloh ko'chib kelamiz. Xudo xolasa. Мына көрдүңүздөр, мен өзүм деле негизи жана видеонун башында деле айтып кеттик. Нар жакта бир 200 метр ары жашайм. Толкун ака өзүбүзгө кошуна болду, а Толкун ака? Иншаллах, Xudo. Буйрса келсеңиз, ака-ука болуп ушул жерде жашайбыз. Мына көрдүңүздөр, бул жакка деле сөздү берейик. Акам, ассаламу алейкум. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Өзүңүз жакшысызбы акам? Rahmat Allohga shukr, Nursulton. Katta rahmat. Mana shu To'lqin akamiz bilan Moskvadan keldik, mana Tveroblastga. Qaysi rayon edi bu? Bejinskiy rayon. Bejinskiy rayoniga keldik-da. Mana shu akamiz uy olamiz deb niyat qilgan ekanlar, Nursultonning oldiga keldik. Hammasiga o'zim guvoh bo'ldim, o'zim O'zbekistonlikman. Bu insonlarni oldin umuman ko'rmaganman, tanimayman. Mana kelib haqiqiyligiga guvoh bo'ldik. Mana dokumentlarni qo'limizga oldik. Sog' salomat, hammasi qonuniy, ofitsialni. Endi niyat qilib qolamiz inshaalloh. Uy istab yurganlarga, uy orzusida yurganlarga kelsanglar, mana shu ukamiz hamma joydan, yaxshi joylardan, chiroyli uylardan Xudo xolasa hal qilib, qonuniy qilib olib berasizlarga. Ya rahmat aka. Kuzatishda davom etinglar, ilohim shunaqa uylardan bizga ham nasib qilsin. O'zbekiston qaysi jagынан bilеңиз? Qashqadaryo viloyatidan. Qashqadaryodan, ha? Qashqadaryo viloyatidan. Akam, буйрса sizga dagы жакшына үйлөрдөн таап беребиz, ha? Inshaalloh. Жана квадратында сүйлөшүп калдык. Yaxshi bir ferma joy topib berasiz. Inshaalloh. Буйрса акам. Толкун ака, секрет болбосо канчага алдыңыз акам үйдү? Endi to'g'risini aytib ko'ramiz. To'g'risini aytasiz. Nursulton 450 ming dedi.
Shu kamitib berib, shu 410 mingga oldik. Demak, skitka bo'lib tursiz, ha? Qilib berdi. 40 ming skitka olib tur. Akam 450 ming desek, 410 mingga 410 bitirib beribmiz. 10% ketdi degan. Ha, 10% 10% ketga degani bu. Variantlarimiz bor ekan akam. Bor ekan, bor ekan. Kelib ko'rsalar bo'ladi, ha? Inshaalloh. O'zbekiston bu, Tojikiston bu, Qirg'iziston bu kelasizlar. O'zingizlarning atingizlarga как положено video o'tkazib, Atolqin aka. Niyat qilganlar, orzu qilganlar bexijolat kelib, ko'ngil to'q qilib, uyering kelib, uyda tanlab, uyda olib, xohlasanglar ko'chib kelinglar, xohlasanglar bir budishiga kelajakka bir o'zlaringizga manzil makon qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Mana, o'qituvchilar, To'lqin aka, bizning ko'ruvchilarga uyda ko'rgazamiz akam, keyingi safar ko'rgazamiz. Qanday deysiz? Qor biroq Endi hozir qor bosib qoldi. qor bosib. Endi xudo xolasa, ya'ni safarga ko'rsatsak bo'laveradi. Anda keyingi safar buyursa, keyingi jolu jana remont qilganingizda, ha? Remont qilgandan keyin bir video qilib chiqaramiz buyursa, akam, ha? Jayында ko'chib kelim deb atmadingiz jana. Inshaalloh. Jayында kelib remont qildim deb aka o'zining o'ta janag'inday planlarini jana kadr ortida aytib ketdi. Buyursa, remont qilgandan keyin to'liq obzor qilib ko'rgazamiz, akam. Inshaalloh. Xudo xolasa. Bizning ko'ruvchilarga eko so'zingizni tag'i qo'sha ketsangiz bo'ladi. Kelem deganlarga misol kelib biz tag'i shu SNG davlatidan kelim deganlarga, Moskva diyoridan yo qaysi Rossiyaning hududidan bo'lib Nursultonda tomosha qilayotganlar bo'lsa, shu niyat qilganlar bo'lsa, shu kesinglar yashasa bo'lar ekan. Uylar yaxshi ekan. Dokument bo'yicha problema yo'q ekan. Dokumenti 100% hamma yo'g'i garantiyasi bilan Nursulton o'zi bitkizib berar ekan. Hech bir qiyinchilik bo'lgani yo'q. O'zim hech qayerga yugurganim yo'qman. Mana bugun 7-fevral soat 12 ga keldim. 2 gacha dokumentni bitkizib, hamma yo'q qo'limga ushatib, mana uyni kalitini ham menga berib, uyda mehmon qilib bizni kuzatyapti. Rahmat akam. Og'zolta uylarda bo'lsin, Alloh taolo nasib qilsin akam. Xo'p. Buna tuğanlar, ушундай вариант күн сайын бизден YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга Россия жергесинде арзан сатыла турган үйлөр чыгып турат. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Баасын айтабыз, адресин айтабыз, бүт бардыгын айтып кетебиз. Тугандар, баса белгилеп кете турган нерсе бизде предоплата деген нерсе жок, залог деген нерсе жок. Келесиздер. Dokumentlar hammasi prozrachniy ekan, prozrachniy. Akam. Dokumentlar hammasi prozrachniy ekan. Unda hech qanaqangi yashirincha holat, yashirin dokumentlar yo'q ekan. Qonuniy MFCdan kirib o'zimiz guvohligimizda hammasining 100% halol pokiza qilib olib chiqdik. Mana ko'rdingizlar tuganlar, uqdingizlar. Ушундай keyingi videolarda ko'rishguncha amon turingizlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum.